Assalomu alaykum qadrdonim. Bugun bir xonali uy puliga 2 xonalik 62 kvadrat, 2 ga 6 balkonli g'ishtli uyni sizlarga bitta obzorini ko'rsataman. Ishonmaysizmi? Shundoqqina pastki raqamlarga qo'ng'iroq qiling, o'zingiz aniqlik kiritasiz. Chilonzor metro, naqqoshlik, shundoqqina tamojinin orqasida to'rt tashkali g'ishtli domni 4-etajda joylashgan 2 ga 6 balkonli 2 xona smejinli 62 kvadrat uyimizni ko'rsataman. O'zingizlar bitta baho berib o'tasizlar. Bo'lmasa, uyi to'liq obzori bilan tanishtiramiz. Qani, ketdik. Bu tarafimiz kirib kelish kodimiz, kirganimizda mana shunaqa mana koridorimiz kutib oladi. Xo'p, kirganimizda to'g'rida zalimiz ko'rishingiz mumkin. Uyimiz bez remontroq, lekin narxi juda ham shikolat narxda. Bu tarafimiz balkon, balkonni shunday ikkiga bo'lib zalga qo'shilgan, yarmi oshxonaga. Xo'p, oshxonaga kiramiz. Bu taraf oshxonaning o'rni, bu yerga stol qo'yib bemalol ovqatlanishga joy qilsa bo'ladi. Mana bu tarafimizga oshxonani chiqarganmiz, ko'rishingiz mumkin. 2 ga 6 balkonning yarmini oshxonaga qo'shilgan. Xo'p, endi spalniga kiramiz. Xo'p, bu tarafimiz spalni, ko'rishingiz mumkin. Spalnimiz ham keng, katta. Orqa tarafdan shundoqqina tamojniy ko'rinib turadi. Mana orqa vida, mana shu tamojniy bo'ladi. Singapurskiy institut. Shunda tamojniyning orqasida joylashgan uyimiz. Xo'p, endi sizlar bilan vanna tualetga kiramiz. Vanna tualet razdelniy. Bu tarafi vanna, ko'rishingiz mumkin. Buni eng zo'r yo'li buzib turib, vanna tualetni bitta qilib, katta qilib sanuzil qo'ysa bo'ladi. Xo'p. Bu tarafimiz hojatxona, mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, qadrdonim, bu uyni bir xonali uy puliga sotyapmiz. Kimga qiziq bo'lsa, pastki raqamlarga tez aloqaga chiqinglar. Shoshilib qolinglar. Bunaqa uyni aniq bilaman, bunaqa narxda topa olmaysizlar. Kimga videomiz yoqqan bo'lsa, bittadan like va shunaqa uylarni qidirib yurgan tanishlarga albatta yuborib qo'yinglar.